Nima zakaz berasiz? O'zi menyuda ham ko'p narsa yo'q ekan. Faqat free bo'lgan free zakaz bera qolaman. Free 2 daqiqada tayyor bo'ladi. Kechirasiz, oshni qatdan oldingiz. Menyuda freedan boshqa hech nima yo'q edi. Umuman menyu mavjud emas. Xohlagan narsa zakaz qilsangiz bo'ladi. Zo'r-ku, nimaga men menyu oldim unda? Menimcha ota-onangiz faqat menyudan zakaz qilishni o'rgatishgan. Lekin xohlagan narsa zakaz qilsangiz bo'ladi. Qarab oling. Qarang, men free natmay qilib osh zakaz bermoqchiman. Okey, osh 20 daqiqada tayyor bo'ladi. Menga baribir free olib kelishdi. Menda ishlamadi menimcha. Menga ishlamaydi bu. Yo'q, menimcha siz free yeb qo'yursiz, xo'p desiz, просто test qilib ko'ryapti, yesiz, tashib ketmoqchi. Menimcha faqat osh yeyman deb turib olsangizgina olib kelib berishadi. Freelan hozir nima qilaman shunda? Rostdan osh yemoqchi bo'lgan odam freelan qaytarib yuboradi. O'zim zakaz berdim-ku, qanaqa zakaz qilaman? Uyalaman-da. Devor ochiq qolib ketdim. O'ziga qarang. Kechirasiz, qaravering. Men osh zakaz qilganim free olib kelibsizlar. Shuni отказ qilib osh olib keldim menga. Osh taxminan 20 minutda tayyor bo'ladi. Ungacha free yeb turmaysizmi? Aniq o'sha yeydigan ovqatga turib olmasangiz, free yoki boshqa narsalar olib kelib berishga harakat qilishadi bular. Yo'q, rahmat, men osh kutaman. Почти menda ham o'xshaydi, lekin birinchi osh keldi, keyin bafrigalanib qoldi. Menimcha boshqa qaytara olmayman, qornim juda ham och. Charchadim уже. O'zi вообще-то aniq osh yegiz kelyaptimi? Xohlaysizmi? Men free zakaz qilmadim, menga osh olib kelinglar. Okey. Qachon keladi endi osh? Prям osh yegiz kelyapti va yeysiz. Desertga nima ish o'ylang? Keyin nimalar yana zakaz qilasiz? O'shalarni o'ylab tursangiz, vaqt o'tadi. Desertga men medovik yegim kelyapti. Или мороженое ekan. O, oshim kelyapti.